Bundan bir necha yil oldin Toshkentdagi ayrim mahallalardagi turli tadbirlarda Fotima Otin nomi quloqqa tez-tez chalinadigan bo'lib qoldi. Demakmish, u ham ayollarga diniy saboq beradi, ham tabiblik qiladi. Bu haqda eshitgan, bilgan-bilmagan xotin-qizlar uni qidirib kela boshladi. Avvaliga bunga mahalla ham jamoatchilik e'tibor qaratmadi. Natijada bir guruh ayollar doimiy yig'iladigan ayollar qanoti jamoati tashkil bo'ldi. Xo'sh, Fotima Otin o'zi kim? U o'z atrofiga qanday ayollarni to'pladi? U haqiqatdan biror diniy bilimga egami? Bu ayolning asl maqsadi nima edi? Bugungi ko'rsatuvimiz davomida ana shu savollarga javob topishga harakat qilamiz. 2017-yilning 19-iyul kuni huquqni muhofaza qilish idoralari tomonidan Shayxontohur tumani Zafarobod mahallasi Nurobod 5-tor ko'cha 16-uyda bir guruh ayollar tomonidan diniy yig'ilish o'tkazilayotgani aniqlandi. Tezkor tadbirlar natijasida mazkur yig'ilish tashkilotchilari shaxsiga oydinlik kiritildi. Abdullajonov va Fotima Sulaymonovna 1960-yilda Toshkent shahrida tug'ilgan, millati o'zbek, O'zbekiston Respublikasi fuqarosi, muqaddam sudlangan. Toshkent viloyati Zangiota tumani Bunyodkor mahalla fuqarolar yig'ini 2-uyda istiqomat qiladi. Aslida Fotima Abdullajonova o'zining diniy bilimi yetarli bo'lmasdan biror oliy diniy ta'lim muassasasini bitirmasdan turib odamlarga nimanidir o'rgatishni kasb qilib olganlar toifasidan. Ammo aybni yana odamlarning o'ziga ag'daradi. Ko'nglim o'lsin, bo'sh bo'lmay o'lsin. 100 darra urgan odam meni savob topadi. Eshigimdan it haydaganda haydashim kerak ekan o'zi dedim. Men boshimga balolarni shu yog'diryapti. Men o'zi voz kechib borgan edim. O'sha kungi yig'ilish tashkilotchilaridan biri xonadon sohibi Jamolova Komiladir. Jamolova Komila Jo'rayevna 1967-yilda Namangan viloyatida tug'ilgan, millati o'zbek, O'zbekiston Respublikasi fuqarosi, vaqtincha ishsiz, Toshkent shahar Shayxontohur tumani Nurobod 5-tor ko'chasi 16-uyda istiqomat qiladi. Bu ayol Fotima Abdullajonova bilan qanday tanishdi? Bu jamoaga qo'shilishga uni nima majbur qildi? Yanvarlarda yanishmasam shu kapelnitsalar bilan, boshqalar bilan. Men bu ayolni eshitganmiz ochiq. Orachoyda, Etbetda, boshqa paytlar yig'inlarda ko'rganman. Medsestra bo'lib qatnadim, rosa qatnadim. Kapelnitsa ancha sahrlari oshib ketdi. Oxir keyin bolalar o'zi iltimos qilib chaqiradigan bo'lib qolishdi. Jamoatning yana bir faol a'zolaridan biri Azimova Hafizadir. Komila Jamolovaga qo'shni bo'lgan bu ayol Fotima Abdullajonova bilan yaqin aloqada bo'lgan. Azimova Hafiza Soibovna 1940-yilda Farg'ona viloyatida tug'ilgan, millati o'zbek, O'zbekiston Respublikasi fuqarosi, Toshkent shahri Shayxontohur tumani Tinchlik 1-tor ko'cha 40-uyda istiqomat qiladi. Ular bilan men bir Mashudaxon degan ayol bor edilar-da, Alloh rahmat qilsin. O'shalar bilan hajga bordik. Hajga borib kelgandan keyin anchadan keyin bir mehmonga chaqirdilar-da, ehson qildilarmi, nima qildilar? Shunda men ham bordim. O'sha yerda bular bor ekanlar. Shu Qur'on o'qiganda tushunmaganlarimizni so'raydigan bo'ldik. Shu Bu jamoat yig'ilishida turli yoshdagi ayollar, hatto boshqa viloyatlardan kelgani voyaga yetmagan qizlar ham ishtirok etgan. Fotima opa onamni tanishlari, taksidan meni ota-onam jo'natib olishdi. Fotima opa o'zlari toqqa chiqib ketgan ekanlar dam olgani. Keyin orqalaridan o'g'illari borganda men ham qo'shilib bordim. Xo'sh, bu kabi diniy yig'ilishlar o'tkazishdan maqsad nima? Fotima Abdullajonova nimani ko'zlagan edi-yu, unga ergashganlarning maqsadi qanday? Bu savolga ularning o'zlari qanday javob beradi? Bizda sizga savollarimiz bor, tafsir o'qidik dedi. O'sha savollarni beramiz dedi. Shu mana shu Qur'onning ichidagi, mana tafsir ichidagi gaplar. Nima qilsanglar qilaylik endi. Men juda ham to'ydim, lekin hayotdan ham, odamdan ham, xotindan ham to'ydim. Juda to'ydim. Urib o'ldirgan odam meni savob topadi. 5-6 marta bordik uylariga. Muallimi soni ham endi o'tayotuvdilar, harflarni o'rgataman deb o'sha harflarni yozyotuvdik. Hali unaqa harfni oxirigacha ham yozmadik. O'sha borardik 7-8larda, 1 soat, 1,5 soat keyin qaytardik uyga. Shu yozdirardilar, yozardik daftarga. Men o'rgandim ham demayman, chunki o'zim anaqamda semiyniy problem, men kallamga bo'sh kirmaydi bu narsa. Prosta qiziqqan narsalarimni, savolimni, o'zimni javobimni so'rab olaman.
Albatta ular turli bahona va vajlar bilan o'zini oqlashga harakat qilyapti. Biroq bu borada dinning hukmi qanday? Ayollarning to'planib, yig'ilishlar o'tkazilishiga qanday qaraladi? O'zlaricha bir joylarga to'planib olib dars o'qimoqchi bo'ladilar. Qur'on, hadis. Avvalo bu ishni shaharni ulamolaridan, fuzalolaridan, o'sha shariatga mas'ul bo'lgan kishilardan so'ramasdan qilishlik ayni gunoh. Ijozatsiz mumkin emas. Shariat xodimi, masalan, imom xatiblardan so'rab maslahat qilinadi. Va maslahat qilinganda ham ijozat berilmaydi. Nega? Ayollarni to'planib o'qishligi makruhdir. Mumkin emas. Bularning o'sha otinoylari, chala otinoylari noqonuniy ravishda ayollarni yig'ar ekanlar, bularni albatta manfaati bor. O'shalardan pul yig'adilar bular. O'shalardan mablag' oladilar. Buni biz aniq bilamiz. Bo'lmasa unday ishni qilmaydilar. Nafs balosiga yo'liqqan kishilar bular. Biz Fotima Abdullajonovadan dars olishga kelganlardan yig'iladigan pul haqida so'raganimizda, uni bu mutlaqo rad etdi. Men yig'mayman uni. Ular mabodo o'shanaqa bilmasa, xato qilsa, daftar ruchka oladi, hammasidan so'rang. Daftar ruchka olishadi o'zlari yig'ib. Men nima qilaman? Men 15 ming, 20 mingni birovlar. Har qancha ularni gaplari, boshqalari hammasi hech qanday ahamiyatga ega emas. Chunki ish boshilardan, mas'ullardan, ulamolardan maslahat qilmayaptilar. Bu dinning hukmi bu. Bu shariatning hukmini aytyapman men. Jamoat tadbirlarida ishtirok etgan ayollar bilan suhbatlashganimizda ularning aksariyat bu yig'ilishlarga uydagilari, ya'ni turmush o'rtog'ining ruxsatsiz, yashirincha kelganini aytishdi. Ruxsat so'raganda ruxsat bermaganlar. Men endi ruxsat bermagan uchun majburan qilib, majburlab borganim yo'q, просто o'zim xohishim bilan bordim. Erning ruxsatsiz bunday joylarga kelishga muqaddas islom dini yo'l qo'yadimi? Payg'ambar alayhisolatu vasallam marhamat qildilarki, qaysi ayol eridan so'ramasdan ko'chaga chiqsa, qadam qo'yishi bilan Alloh taoloning g'azabiga yo'liqadi dedilar. Ustiga balolar keladi, g'azablar keladi dedilar. Bu hadislarni yaxshi anglab olishimiz kerak. Bizni Hanafiy mazhabda hatto ayollarni masjidga borishlari ham makruh hisoblanadi, yaxshi emas degani. Makruhi tahrimiy. Buni Rasululloh alayhisolatu vasallamning sunnatlariga muvofiq qildilar. Ayollar uyda o'qiydilar, uylarni ham ichkari uylarda o'qiydilar deb Payg'ambar alayhisolatu vasallam hadislariga muvofiq marhamat qildilar. Bu Fotima Abdullajonova bilan bog'liq yagona holat emas. 2015-yilda ham Fotima Abdullajonova bir nechta voyaga yetmagan qizlarga diniy saboq bergan. Shayxontohur tumanidagi sirk orqasiga 40-maktabda o'qiyman. Hozir 7-sinfman, 2 yildan beri bormayman. Fotima otanikida dars ilm olmoq kifoyada. Men bilan 4 ta qiz o'qishyapti. Ular ham maktabga bormay, biz bilan, men bilan dars o'qishyapti. Fotima Abdullajonova diniy yig'ilishlar o'tkazilganligi uchun sud tomonidan tegishli jazoga tortilgan edi. Biroq bu ayol o'ziga tegishli xulosa chiqarmadi. Men lekin dars berish uchun mana Alloh oldida aytaman, borganim yo'q. Endi baribir shu narsa bo'ldi. 2015-yilda qilmishlari fosh bo'lgan Fotima Abdullajonova endi tajriba orttirib, puxtaroq ishlashga o'tadi. Ya'ni u endi uyda odam to'plamaydi. Turli joylarda orttirgan tanishlarining uylarida yig'ilishlar o'tkaza boshlaydi. Yana qachon deng, tongi 6:00 da. Chunki bu paytda ko'cha-ko'yda odam kam bo'ladi. Atrofda shubha paydo bo'lmaydi. Chunki Komila Jamolovaning uyidagi yig'in ham shu vaqtda boshlangan edi. Mehmonga boraman dedilar. Mayli dedim. Fotima opa bizankiga lamonxo'rlik bilaman, pazandachiligimni bilarlar ham. Mayli deb keldim, lekin va Hafiz opa bilan ular o'zi qanaqadir muanaqaligisi bor ekan-da. Va endi aybim bunaqa darajada bo'lib ketishini bilganim yo'q. Joy beringlar deyishdi, joy berdim. Shuningdek, bu ayol o'zi o'tgan darslardan topshiriladigan imtihonlarni olishni Hafiza Azimovaga topshiradi. Fotima opa bizaga shu Hafiza opani oldiga borib, shu imtihon topshiringlar dedilar. Keyin menga telefon nomerlarini berdilar Hafiza opani. Keyin men ularga qildim. Telefonda keyin mayli kelaveringlar dedilar. Borib shu topshirib qaytardik. Fotima opa mendan iltimos qilganlari uchun
Shu savol javoblarni qildik o'sha 10 yillik hijratlaridagi tarixlarini. Fotima Abdullajonovaning yana bir karomati, u odamlarga o'zini tabib sifatida ham tanishtiradi. Gulhayo Fayzullayeva Samarqanddan davolanish uchun kelib, keyin diniy yig'ilishlarda qatnashgan. Bular toqqa chiqamiz nima deganlarda ham bu lecheniya olsin, tog'da anemiya kelman bu kechasi nimasi bilan ham lecheniya olsin, ham aylanib kelsin deganda niyatda bir haftaga jo'natganmiz. Chunki men qaynonam juda katta tabib bo'lgan. Men odamlarni, bolalarni qurtini tushiraman. Men yo'q ekanman. Qizini jo'natibdi, juda ozib ketyapti. Bitta ichini yuvib dori bilan qilib bersin deb men toqqa ketdim. Hali davolashga ham ulgurganim yo'q, boshqaga ham ulgurganim yo'q. Mana ko'rib turganingizdek 20 nafardan ortiq ayol doimiy ravishda to'planib, diniy yig'ilishlar o'tkazib kelgan. Nahotki bu ayollarga mas'ul bo'lgan erkaklar bundan bexabar bo'lsa, ularga onasining, turmush o'rtog'ining, singil yoki opasining nima ish qilib yurgani, taqdiri qiziq bo'lmasa, mahalla faollari qayerga qarayapti? Qani jamoatchilik nazorati? Bir hovliga erta tongda 20 nafar ayol to'planadi-yu, buni na qo'ni-qo'shni, na mahalla posboni, na profilaktika inspektori bilmasa. Biz ana shu savollarga javob topish uchun Shayxontohur tumanidagi Zafarobod mahalla fuqarolar yig'iniga bordik. Biz uchun bu juda ham unaqa qattiq ta'sir qildi, sababiki mahallamizda bu yo'nalish bo'yicha har doim tadbir va targ'ibot tashviqot ishlarini olib borganmiz. Lekin bunaqa bo'lib chiqishini hech kim kutmagan edi, hayron bo'lib qoldi. Mahallamizni namunali mahallalar qatoriga olib chiqish harakatida har doim harakat qilganmiz. Ko'cha boshlariga, uy boshlariga, faoldagi bu masalada har doim tushunchalar berganmiz. Demak, mana shunaqa holat kelib chiqishidan o'ziz ham juda ham hozir og'ir ahvoldamiz. Mahalla raisi so'nggi paytlarda Komila Jamolovaning oilasi notinch bo'lgani haqida gapirdi. Eri bilan kelisha olmay Sammanga borib qolishgan. O'g'illari onasi bilan birga turadi. O'zi tadbirkorlikni bolalariga topshirib qo'ygan. Hozir oila notinch oilalardan bittasi hisoblanadi. Kelinlar esa oilaning buzilishida bevosita Fotima Abdullajonovaning hissasi borligini yashirib o'tirmadi. Biz Fotima opani podozreni qilardik har doim. U uydagilar o'g'illari bilanda biz yoqtirmasdik, chunki adamiz anaqa qilib ketganlaridan keyin bizga oyimiz ham tashab ketdilar. Как yetim bo'lib qolganimiz uchun biz Fotima opani boshqacha yomon ko'ramiz. Oila buzilishi birinchi qaynonamga anaqa men taloq berganlaridan keyin men bir olib borishdi-da, bu savol javob bir balolar so'raysiz deb-da oyijon. O'shanda borib shu bilan kirib ketib qoldilar-da shu yerga. Komila Jamolovaning turmush o'rtog'i esa bo'lgan voqealardan xabari yo'qligini, ammo turmush o'rtog'i bilan birga yashayotganini aytdi. Men unaqa hodisadan xabarim yo'q. Men bunaqa darajaga borish holatini ham bilmaganman. Shu Fotima opa degan ayol o'rtog'im deganmi, tanishim deganmi, shu bo'pti bilib, yosh bola emasdi endi, yosh bola bo'lsa ekan, 50ga chiqqan ayol kishi bo'lsa. Qo'shnilar ham bo'lgan voqeaga turlicha izoh berdi. Ma'lum bo'lyaptiki, ko'pchiligimiz hali hamon atrofda bo'layotgan voqea hodisalarga bee'tibor qarayapmiz. Men eshitmadim lekin bu voqeani endi hozir kelib eshitdim nima bo'lganini. Bunaqa narsalarni men bilmagan edim. Bizga xabarimiz yo'q. Endi bu holat bo'yicha ming afsus. Ming afsus, mana shu holat salbiy holat bo'lib chiqdi. Namunaviy mahalla bo'lishga harakat qilayotgan vaqtda bir dog' tushib qoldi. Navbatdagi manzilimiz Fotima Abdullajonova istiqomat qiladigan Zangota tumani Bunyodkor mahalla fuqarolar yig'ini. Tushlikka hali ancha vaqt bo'lishiga qaramasdan mahalla binosi berk. Shundan bu mahallada ishlar qanday tashkil etilganini ko'rishimiz mumkin. Dastlab mahalla posbonidan hududda fuqarolar bilan ishlash, diniy ekstremizmga qarshi kurash, ogohlikni kuchaytirish borasida qilinayotgan ishlarga izoh so'radik. Lekin uyda unaqa yig'in uni tarafdan hech ham xabarim yo'q. Siz masalan bir mahalla faoli posbon sifatida nima ish qildinglar mahallada? Ochiqchasiga men to'g'risini aytaman, men shaxsan mana shu narsa qilganman. Men yolg'on gapirishni yomon ko'raman. Mahalla posboni gapini qisqa qilib barchasini dangalaydi. Biz ayrim mahalla faollaridan Fotima Abdullajonova haqida so'raymiz. Ular bu ayol kelinlari bilan kelisha olmasligini aytishdi.
O'zingiz ayting, kelinlari bilan kelisha olmagan, oilasini yo'lga sola olmagan ayol qanday qilib boshqalarga nasihat qiladi, ularga yo'l ko'rsatadi? Bunga ortiqcha izohning keragi yo'q nazarimizda. To'rtta ikkita narsadan bir o'zicha bilim olgan bo'lgani bilan hech qachon o'sha ko'zlangan maqsadga erishmaydi. Shuning uchun dinimizda qayta ta'kidlanadigan narsa albatta o'sha bilim olish barobarida inson avvalambor axloqan va boshqa ma'naviy jihatdan mukammal bo'lib borishi talab etiladi. Masalaning yana bir qiziq tomoni, Fotima Abdullajonovaning o'g'li diniy sohada faoliyat yuritadi. U bo'lgan voqealardan qanchalik xabardor? Turli joyga borishlardan albatta xabarim bo'lgan. Bir uyda yashagandan keyin bu narsadan xabarimiz bor, lekin o'qitishlari to'g'risida ma'lumotim bo'lmagan. Chunki endi baribir ertalab ketamiz, kech payt kelamiz. Turli joylarga endi marosimlarga borishadi. Kimlar bilan ko'rishadi? Endi menga qorong'i endi. Lekin shu ish shunaqa bo'lsa ham bu narsani doim noto'g'ri ish ekanligini har doim ogohlantirib kelingan. Bir qisman bir aybdor deb his qilamiz. Lekin endi ona, hammaning onasi aziz bo'ladi o'ziga. Bir qattiq deya olmaysiz yoki bir qattiq urisha olmaysiz. Agar farzandlar bo'lsa yoki masalan aka-uka bo'lsa, endi qattiqroq nima qilsa bo'ladi. Lekin shunaqa bo'lsa ham bir qattiq, chunki ba'zida ranjib qolish oqibatlari ham bo'lgan. Bo'lib o'tgan voqealardan xulosa qiladigan bo'lsak, bugun oilalarda erkaklarning o'rni susayib borayotgani, bu masalaga juda jiddiy munosabatda bo'lish lozimligi oydinlashmoqda. Shuningdek, mahallalarda ayollarning har qanday savollariga javob beradigan rasmiy otillar bo'lishi bu kabi salbiy holatlarning oldini olishga xizmat qiladi. Bu yerda bizning kamchiligimiz ham bor. Nega? Mahalla faollari bilan ham ohang ishlaydigan ota-onalarimiz bor va shu bilan birgalikda ba'zi mahallalarimiz to'g'ri qabul qilmaydi. Diniy maslahatchilar to'liq imkoniyat berilgan ularga. O'sha diniy maslahatchilar bilan ham bizning bog'liqligimiz sust bo'lsa kerakki, demak biz mana shu joyda ozgina oqsab qoldik. Huquqbuzarlarning qilmishlari sayyor sud majlisida ko'rib chiqildi. Ularning har biriga qilmishiga yarasha jazo tayinlandi. Sud majlisi jarayonida barcha fuqarolar o'zini aybini tan olib, bu holat takrorlanmasligini, oilaviy sharoitini hamda pushaymondaligini inobatga olishni so'radi. Sud majlisi jarayonida asosiy tashabbuskor Abdullayev va Fatimani O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik kodeksining 201-moddasi 2-qismida nazarda tutilgan 80 baravar miqdorda jarima qo'llanildi. Bundan tashqari ularning yordamchilari Abzimova Hafiza Saypovna, Jamal va Kamila Jurayevnalarga nisbatan 201-moddasi 2-qismi hamda 184-moddasi prim 2 da nazarda tutilgan javobgarlik masalalari huquqbuzarlik sodir etilganligi holati yuzasidan ko'rib chiqilib, ularga uzil-kesil 20 baravar jarima qo'llandi. Bundan tashqari boshqa fuqarolarga adolatni faqat qonunga bo'ysungan holda amalga oshirishdan kelib chiqib, ularga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik kodeksining 30-moddasini qo'llab, sud o'ziga berilgan vakolatdan foydalanib 5 baravar miqdorda jarima qo'llanildi. Bir marta qo'yilgan noto'g'ri qadam yana takrorlandimi? Inson yana o'sha yo'lni tanladimi? Demak, uning ongi va qalbini o'zgartirish qiyin. Faqatgina keng jamoatchilik nazorati va odamlarning e'tibori uni bu yo'ldan qaytarishi mumkin. Ayrim shu ishlarni qilayotganlar tavba qilsinlar. Alloh taolo kechiradi. Bu ishni takrorlamasinlar. Qaysarlik, mahmadanalik faqat zarar keltiradi. O'zbekistondagi ulamolarni, hammalarimizni Hanafiy mazhabni mustahkam bilgan ulug' zotlarimizni hammalarimizning fikrimiz bir xil. Qaysilar bunday yo'ldan, qaysarlikdan. Nafs balosiga uchrab, 2-3 odamdan bir narsa olaman deb ayollarni oilasidan judo qilib, bir-biriga qarshi qilib har xil narsalarni o'rgatmasinlar. Bugungi davr yo'ldan adashgan odamlarni bir chetga surib qo'yish emas, balki ularni o'zimizga yaqinroq olishni, to'g'ri yo'l ko'rsatib jamiyatga qo'shishni talab etmoqda. Bugun ko'rgan voqealar xulosa chiqarishga undaydi deb o'ylaymiz.